Biz vodiydan yo'lga chiqdik. Biz yo'ldamiz. Hozir sizni operatsiyangizga boramiz. Iltimos o'zingiz operatsiya qilib bering deb turibdilar-da. 5 yil avval shunaqangi bir holat bo'ldi. Kechqurun soat 10 da menga qo'ng'iroq bo'lyapti. Telefonni olsam, erkak kishining ovozi, turmush o'rtog'im mundoq qaradilar. Men aytdim, doktorman, любой paytda zarur holatda hayot masalasida muammo bo'lsa qo'ng'iroq qilishadi dedim. Ha, deb qo'ydilar kulib. Telefonni olsam, bemorning turmush o'rtoqlari murojaat qilyaptilar. Dildor opa, biz vodiydan yo'lga chiqdik dedilar. Birinchi gaplar shu bo'ldi. Men tushunmadim. Xo'p, kechirasiz, kim bu deyapman. Birinchi gapirgan gaplar biz vodiydan yo'lga chiqdik. Dildor opa deyaptilar-da. Kechirasiz, men sizni tanimayman. Nima vodiydan yo'lga chiqasizlar, nima muammo desam, aytdilar, biroq aynan bir necha yil oldin sizni operatsiya qildirgan ekanlar, sizni brigadangizda ayollarini bachadon naylarida homilador bo'lgan, hamma bachadon nayini olib tashlaymiz deb yozdirib olgan. Lekin sizni topib borishganda siz brigadangiz bilan operatsiya qilgansiz, bachadon naylarni qoldirgansiz. Hozir undan keyin ular ikkita farzandli bo'lishdi. O'shaning uchun biz vodiydan yo'lga chiqdik. Biz yo'ldamiz. Hozir sizni operatsiyangizga boramiz. Iltimos o'zingiz operatsiya qilib bering deb turibdilar-da. Telefonni shunda oldim, soatga qaradim, 10 may aytyapman. Sizlar qanchada kelasizlar? Sizlar operatsiyaga kelishinglar uchun birinchidan men sizlar haqingizda ma'lumotga ega bo'lishim kerak. Operatsion brigadani yig'ishim kerak. Desam, bachadondan tashqari homiladorlik payt truba yoriladi, bilasizlar. O'shaning uchun qancha tez borsanglar, shuncha uspet qilasizlar deyishdi menga, deyaptilar. Men aytdim, ayolingiz yo'lda zada bo'ladilar. U samolyotda uchib kelsanglar ham baribir bosim bor. Uni o'zida yorilmaydi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Desam, biz boramiz, yo'ldamiz, iltimos yo'q demang. Nima desangiz qilib beramiz, chasnida bilasiz, kassa. Dildor opa 3 barobar to'lov qilaman deb turibdilar-da. Men aytdim, gap unda emas. Biz qancha qo'limizdan kelgan yordamni qilamiz. Mayli sizlar kelaveringlar, men klinikaga boraman dedim. Turmush o'rtog'im endi bunaqa holatlarga o'rganib qolganlar. Chunki bilasizlar, 6-radomda faoliyat olib borganman. To'g'ri vaqt tanlamaydi.